Birinci qatımlıq Ramazanlıq zörür bolğan dini məsələlərdə fətva və məsləhət beriş xizmətində soralğan suallar və onun cavabları. Birinci sual. Assalamu alaykum ustaz. Allah sizdən razı bolsun. Mən Norvegiyada yaşayman. Bu yerdə öy icarəsi bək yuqarı bolğanlıqdan bəzi fətvalarda banka arqılıq bir tal öy setib alsa jaiz boludu deb fətva bergen ekan. Biz sizdən sorashni to'g'ri ko'rdik. Allah razı bolsun. Soruğucu İbrahim, Norvegiya. Cevap. Ve aleyküm esselam. Meyli öy setiliş, meyli maşin setiliş, meyli başka narsa setiliş üçün bankadın yoki undan başka şəxs yoki urullardan ösümlük qarz elishqa bolmaydı. Maddi imkoniyati barlarga Yevropadımı durust degan fatva berilmagan. Gerçi Yevropa ellerinde yaşayotgan musulmonlarga qarata Yevropa Fatva ve Tadqiqot Komitetining ko'pchilik a'zolari zururiyatni va boshqa Yevropa elleriga xos ba'zi sabablarni ko'zda tutib, kishi o'zi o'ltirdiganga faqat bir uy setilishga ruxsat qilib fatva bergan bo'lsa-mu, joiz bo'lmaydi degan olimlarning qarashi texim kuchlik ham ko'ngilni xotirjam qiladi. Şunlaşqa men g'arib elleridimi banka orqali uy yoki mashina setilishni durust demayman. İkinci sual. Assalamu alaykum ustaz. Suallarım tövendikçe. Birinci, qo'limda tamoq to'shiq ishlatadigan bir motosiklet var. 11 ming liraga algan. Shuning bilan tamoq to'shiydigan ishlarni qilib, oilamni qamdayman. Zakat bermoqchi bo'lsam, bu motosikletni qo'shib hisoblaymanmi? Javob. Va alaykum assalom. Motosikletni qo'shib hisoblamaysiz. İkinci sual. Zakat berganda uning zakat ekanligini alg'uchiga bildirish shartmi? Misal, men zakatni akamning uyiga yoki boshqa yaqinlarimga bermoqchi bo'lsam, ularga buning zakat ekanligini demayla, birining yardım ekan yoki sen ishlatgan degandek gaplar bilan bersam ado bo'lamdi? Javob. Zakat ekanligini og'zida ochiq deyish ado tepishning sharti emas. Şuna hozirgi kunimizda zakatni shaxslar o'zlari beradigan bo'lg'achqa, ma'lum bir shaxsning zakat olishga loyiq ekanligini bilsa, uningga zakatni berganda buni ishlatsalar, birining yordami ekan degandek so'zlar bilan olg'uchining ko'nglini avaylishi kerak. 3-chi savol. O'lib ketgan onam uchun sadiq qilmoqchi bo'lsam va bu pulni yo'qsul bir tuqqanlarga bersam bo'lamdi? Javob. Sadiqa ve zakatlarını yoksul bir tuqqanga berse hem ada tapıdı hem size rahim sahibi buludu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miskinge kılınan sadiqa, tuqqan kılınan sadiqa hem size rahim degen. 4-chi savol. Men bu yıl inşallah zakat vermekçi. Ama Türk tunuşlar bazı pul ve yemekliklerini eşiklerini elip keledi. Eğer şu narsalar birovning zakati bo'lib qolsa, biz alsak durustmi? Çünkü bu zakat mı ya xayri ihson mı deb so'rg'il bo'lmagandikin, yana biri bir qancha oilaga biraqli akirib beradigan bo'lg'achqa, buni alsak bo'lamdi? Agar zakatligini aniq bilgan taqdirda elishga bo'lamdi? So'rg'uchi Uyg'ur, Turkiya. Javob. Bu zakatmi deb so'rab beqish kerak. Zakatligini aniq bilgan taqdirda elishga bo'lmaydi. Bilinmagan taqdirda agar ehtiyoji bo'lmasa, almag'ini tuzuk. 3-chi savol. Assalomu alaykum. Ramazonda turklarning oshxonasida tamoq to'shishining hukmi nima? Ya'ni motosiklet orqali siparish to'shishining hukmi nima? Javob. Va alaykum assalom. Ramazonda o'zursiz ro'za tutmaslik osiylik bo'ladi. Undaqda uningga o'z roziligi bilan tamoq yetkazib berish, osiylikqa yordam qilish va qulaylik tug'dirib berish bilan billa bu ulug' oyning hurmatini qilmaganlik, shundaqla ro'za tutayotganlarga azor berganlik bo'ladi. Xaridorlar ishida o'zirliklar ko'p bo'lishi mumkin, lekin ularni ayirib muomala qilish qiyin bo'lganlikdan o'zirsiz ro'za tutmaganlarga Ramazon kunduzida tamoq to'shishga bo'lmaydi. 4-chi savol. Assalomu alaykum. Başqa davlatdan bir qarindishimiz iftorda va suhrida qilinadigan Uyg'urcha duoni talab qilyapti deb bergan bo'lsalar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Javob. Va alaykum assalom. İftar qilganda o'zi bilgan mazmun yaxshi duolarni qilsa bo'ladi. O'ziga, bola chaqalariga, ota-onasiga, do'st yaranlariga va barliq musulmonlarga duo qilsa yaxshi bo'ladi. Eng yaxshisi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va sahobalar qilgan tövendiki mazmuni mo'l duolarni qilishdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq duo qilgan: "Ussuzlik tugab, tomirlar namlanib, ro'za tutganning ajri yozildi inshaalloh.
Ebu Davud 2357 hadis. Albani Hasan degan. Buning iftar qilib bo'lganlik qilingan duoligi aniq. Hazreti Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma balalarini to'plab bundaq duo qilgan. Ey Allah, sening hamma narsani qoplagan keng rahmeting bilan mening gunohlarimni mag'firat qilishingni so'rayman. Ibn Majah 1753 hadis. Hafiz ibn Hajar Hasan degan. Ey Allah, sen uchun ro'za tutdim, sening bergan rizqing bilan iftar qildim. Ebu Davud 2358 hadis. Bu mursal hadis bo'lib, Abdul Qadir Arnaut Al-Azkar tahqiqida uni kuchlantiradigan boshqa rivoyatlar bor degan. Ammo sohirlikda muayyan bir duo yo'q. Xohlagancha duo qilsa bo'ladi. 5-savol. Ayollarning tövendikidek islom dini bilan munosabatlik uchurlarini to'plarga yo'llasak bo'lamdi? Ya'ni bir ayol kishi Qur'on Karim tarjimasini ovozli o'qigan ekan. Javob: Va alaykum assalom. Ayollarning ovozi avrat bo'lmagandan keyin egasining ruxsati bo'lsa, yo'llisi bo'ladi. 6-savol. Assalomu alaykum. Men bir o'quvchi va shundaqla oila ayoli. Yo'ldishim o'quvchi edi. Ammo iqtisod tufayli boshqa davlatga ishlashga ketdi. Bu yil maktabga kirdi. Maqsad mening zakot keladigan oltinim bor. Ammo u onamning qo'lida. Meni setib solmasin deb onam saqlaydi. Yo'ldishim boshqa davlatda ishlagachga ozroq pulimiz bor. Ammo uy, mashina va boshqa narsalarimiz yo'q. Men bir tor darsxonasi o'qituvchisi. Boshqa davlatdagi o'quvchilar zakot deb kartaga pul solib qolsa, bu menga durust bo'lamdi yoki durust emasmi? Javob: Va alaykum assalom. Zakot keladigan oltinga zakot ayirish kerak. Ammo yo'ldishingiz qarzdor yoki qo'lidagi iqtisod zakot bergidek boylik o'lchimiga yetmaydigan bo'lsa, eringiz zakot olsa bo'ladi. Sizmi zakotingizni eringizga bersangiz bo'ladi. 7-savol. Assalomu alaykum. Vitrda Uyg'urcha duo qilsam bo'lamdi? So'rg'uchi Norvegiyadan. Javob: Va alaykum assalom. Gerçi qunutda Uyg'urcha duo qilsa bo'ladi degan qarash bor bo'lsa-mu, lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va uning xalifalari musulmonlarga muayyan qunut duosini alohida o'rgatgan bo'lg'achqa, qunutda Uyg'urcha duo qilmay, sajda yoki at-tahiyyatuning oxirida yoki namozdan keyin xohlagancha Uyg'urcha duo qilib olsa bo'ladi. Chunki qunutda Uyg'urcha duo qilish aqalli taqdirda sunnatga xilof bo'ladi. 8-savol. Assalomu alaykum. Ramazonda taqalmaydigan turk oshxonasida qachi yo'g'uchi bo'lib ishlash durustmi? So'rg'uchi Uyg'ur Turkistoni, Turkiya. Javob: Va alaykum assalom. Xaridorlar ichida o'zirliklar ko'p bo'lishi mumkin, lekin ularni ayirib muomala qilish qiyin bo'lganlikdan o'zirsiz ro'za tutmaganlarning g'izolanishiga qulaylik tug'dirib berish bilan birga bu ulug' oyning hurmatini qilmaganlik doirasiga kirib qolmaslik uchun iftordan keyingi soatlarda ishlashni tanlasa yoki Ramazonda boshqa bir ish qursa to'g'ri bo'ladi. 9-savol. Assalomu alaykum. Kiyani markazida sog'lomlik mahsulotlariga a'zo bo'lish, a'zo ekirish degandek shakl bilan iqtisodiy qiymat yaratish halalmi? So'rg'uchi Uyg'ur, Turkiya. Va javob: Va alaykum assalom. Bevosita setish, udul setish, to'rsimon setish, piramidasiman setish va shaxiltib setish degandek nomlar ostida tijorat qilayotgan Amway, Kiyani, Atomi va Oriflame qatorliq bu turlik zanjirsimon setish shirkatlarida tijorat qilish harom. Chunki bu shirkatlarning sistemasida noma'lumlik, boshqalarning hisobiga boy bo'lish, qimor, a'zolik uchun pul to'lash yoki mahsulot sotib olish, saxtibozlik bilan aldamchilikqa tovarni farda qilib olish qatorliq noto'g'ri to'xtalmishish va boshqalarning haqqini naq yavilish qilmishlaridan biri yoki bir qanchasi tepiladi. Bular bu turlik tijoratning haromligiga kifoyadir. Shunga har bir musulmon bu turlik tijoratdan yiroq turib, pak halol yeyishga diqqat qilishi, boshqalarni o'zini aldamaslikka zarur. Bo'lmasa dunyo va oxiratda oqibati yomon bo'ladi. 10-savol. Assalomu alaykum. Homildor ayolning ro'za tutishi yoki uning qazosini qilish haqida fatvolar bo'lsa yo'llab bersalar bo'pti ekan. Masalan, bu yil homildor bo'lib, kelar yili imtiyotgan bo'lsa, keyindan tuqqan ayolga nisbatan necha yillik ro'za yig'ilib qoldigan ekan. Uning fidyasini beramdi yoki qolgan har bir kunga to'liqlab tutamdi? Javob: Va alaykum assalom. Homildor va bola imtiyotgan ayollar qiynalsa yoki bolalardan ansirsa ro'za tutmasimi bo'ladi. Bular keyincha qazosini tuta oladigan bo'lsa, qazosini qilsa bo'ladi. Arqa-arqadan qo'rsoq ko'tarib bola imtiyotgan ayollar qazosini qilish fursatiga erisha olmaydigan bo'lsa, qazosini tutmay har bir kun uchun bir miskinning qo'rsoqini to'yg'izib fidya beradi.